Asiyadagi eng katta boy Li Jiachangning mundaq bir hikoyasini hammanglar anglagan bo'lishinglar mumkin. Bir kuni Li Jiachang o'ziniki maybaq mashinasidan tushib, shundaq tushiga yanchug'idan bir ko'yliq bir tangi pul yag domlab ketib bir shashidoni ichiga tushib turdi. Shundan bu yerga Li Jiachang bu yerda yag tizilib turib qo'lini tiqib ololmaymish bir ko'yn elishlar yapilishida, shular bu yerga bovan ko'rib qilib, "Voy bu bizniki Lizon kan qo'ydi. Yurab kelib shundan Lishanshan nemish bo'ldi" deydi. "Ma bir ko'y puli mashashidoq tushib ketib qoldi, ololmayapman" deb. "Voy, maypray" deb degan tizilib tushadi. O bir ko'yliq tangi pulni elib pakiz jop bu Li Jiachangga burdi. Shular Li Jiachang bu dag'in qattiq xo'shib ketdi-da, bu shunda xo'shal bu pulni yanchiq silib, eliq bovanga rahmat deydi uchun 1000 ko'y pul urdi. Shuningla bu yerga bovan buni tushunmaydi. O bu liyapanda bu bir ko'y pulingizni epagim uchun ben 1000 ko'y versangiz bu yeni qo'shib ketdingiz bu qandoq gap? Uni da ba'misingiz bo'lmadi bu yeni 1000 ko'y ziyon tatgan bo'ldingiz bu. Albatta bu bizga o'xshash normal odamlarning tafakkuri. Shundaqmi? Lekin bu vaqtda Li Jiachang nim degan, "Mening bu bir ko'y pulni elish olmasligim margiz mening bu pulimga ta'sir ko'rsatmaydi, bayramratligimga, biroq mening shu pulga bo'lgan mening bir pozitsiyamni belgilaydi. Men navod mash pul voy bundaq bir ko'ygan tushib kes mayligo desam, pulga bo'lgan mening bir taqatgan uchurum, ya'ni bu gap tortish kuchining qonuniyatiga o'xshaydi. Ya'ni men bu pulni bo'ldi tushib qasman keraksiz, bu pul men lozim emas desam, bu puldimi shundaq bir hissiyat var. Ama Li Jiachang pulga o'shga bo'ldi, biz buni jiroq tutsak o'g'irlik deb mundaq bir uchur taqildi. Men pulga nait amroq pulni intayin yaxshi ko'rman. Shuning uchun pulmi meni yaxshi ko'rdi. Sen bu pulga e'tiborsiz qarasang, bir ko'y pulni pul emas deb yoqtumsan, pul qandaqmi seni yoqtursin deydi. Endi bu yerda Li Jiachang apandim eg'izdan chiqib bevosita bu degan tortish kuchining qonuniyati, bu maxfiyatlik kuchi demagan bilan, shu maxfiyatlikni siz tushungandan keyin ma'ninki nima ish ekanligini tushunsiz. Ya'ni siz butkul olamga har qanday narsaga bir shinxo uchur taqsiz, tatib akilalaysiz. Siz uni qancha yaxshi ko'rsangiz, qancha aytib olsangiz, bu sizning qishingizga kelishga amroq bo'ldi. Endi men bu yerda sizni cho'qqum bu tortish kuchining qonuniylik bu maxfiyatlik ishining va bu degan bakras buni anglasangiz anda qilsiz demayman, lekin mushundaq bir narsaning borligiga bunu dünyadaki katta baylar, keşfiyatçılar, olimlar, faylasuflar, psixologlarning hammasının mushundaq bir narsaning borligini e'tirof qildig'ini bilib qo'ying demoqchi. Bundaq siz mush maxfiyatlik degan filmni ko'rib baqqanmi? Yoki bu kitobni setib oldingizmi, o'qib baqqanmi? Mush tortish kuchining qonuniyati qiziqadigan do'stlar, Pingyonchuga bir ko'z qarshinglarni o'tirib qo'yinglar. Rahmat.